Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Norin tumani Axborot kutubxona markazi Axborot bibliografiya xizmati mutaxassisi Gulsora Azizova tomonidan Anor loyihasini yaratdim. Ushbu loyiha O'zbekiston xalq yozuvchisi Abdulla Qahhorning Anor asari asosida yaratilgan. Bu loyihani yaratishimdan maqsadim shuki, kitobxonlik darajasini kuchaytirish uchun ushbu asarni anor shaklida yasadim va undagi hikoyalar asosida savollarni joyladim. Ushbu asar kichik hikoyalardan tashkil topgani uchun kitobxonga ham unchalik zerikarli emas. Kutubxonaga yangi tashrif buyurgan kitobxonlar bilan ushbu loyiha orqali savol-javoblar uyushtirdim. Ular asarni o'qimagan bo'lsalar, o'qishni tavsiya etdim. O'qigan kitobxonlar bilan esa savol-javoblar uyushtirdim. Loyihamdan so'ng kutubxonaga yangi kitobxonlar a'zo bo'la boshladilar.